Qaysi kasblarda varikoz eng ko'p uchraydi? O'qituvchilar, quruvchilar, haydovchilar va oyoqlarda varikoz paydo bo'layotganda, rivojlanayotganda varikoz o'zini simptomlarini beradi. Bu varikoz kasalligi bo'lib, jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Varikozni oddiy charchoqdan ajratadigan belgilar. Shifokorimiz Xayrulla Hamidovich bilan eng ko'p uchraydigan top 5 ta kasb haqida gaplashamiz. Ehtimol sizning kasbingiz ham shular orasidadir. Qaysi kasblarda varikoz eng ko'p uchraydi? Avvalambor, varikoz ko'p o'tirib yoki ko'p tik turib ishlaydigan odamlarda, kasb egalarida uchraydi. Bu avvalambor o'qituvchilar, oshpazlar, quruvchilar, haydovchilar va ofis menejerlar. Ya'ni ko'p o'tirib ishlaydigan odamlar. O'qituvchilarimiz kunizu kun tik oyoqdalar. Og'riq ko'tarib turishadi. Oyoqlarida og'irlik hissi, og'riq kunning ikkinchi yarmiga borib bezovta qilishni boshlaydi. Oshpazlarimiz ular ham kunizu kun tik oyoqdalar. Og'ir ko'tarishadi. Og'ir ko'tarishni iloji boricha kamaytirishni tavsiya qilaman. Chunki oyoqlardagi venalarga katta bosim tushgani hisobiga varikoz kasalligi rivojlanadi. Keyin quruvchilar o'tirgan holda ham, tik turgan holda ham, lekin asosiy og'ir mehnat bo'lgani sababli og'ir ko'tarishganligi hisobiga oyoqlarga katta nagruzka tushadi. Katta bosim tushadi va bu holatlarda oyoqlarga profilaktika uchun vena tomirlarini devoriga ozuqa berish kerak va kompression trikotaj kiyishlarni tavsiya bergan bo'lardim. Keyingi kasb egalarimiz haydovchilar ko'p vaqt o'tirgan holda bo'lganlari uchun oyoqlardagi qon aylanish sustlashadi. Shuni hisobiga trombob qolish, tromboflebit bo'lish ehtimollari ko'proq. Shuni oldini olish uchun vaqti bilan to'xtab, mashinadan tushib, yurib, harakatlanishni tavsiya berardim. Va ofis menejerlar ham ko'p vaqt o'tirgan holatda bo'lishadi. Kam harakatli bo'lganlari sababli oyoqlarda qon aylanish tizimi sustlashadi. Shuni hisobiga ularga ham tavsiyam vaqti bilan tanaffus qilib, turib, harakatlanib yurishni tavsiya beraman. Xayrulla aka, odamlar ko'pincha varikozni kech aniqlaydi. Nega shunday bo'ladi? Varikoz kasalligiga yengil qarash, jiddiysizlik deb o'ylayman. Oyoqlarda varikoz paydo bo'layotganda, rivojlanayotganda varikoz o'zini simptomlarini beradi. Og'irlik hissi, og'riq, kechki paytga borib shish. Bu narsaga ko'pincha odamlar ahamiyat bermaydi. Charchadim, ertalab kecham o'zi dam olaman, yaxshi bo'lib qolaman deb o'ylashadi. Lekin bu har doim ham norma emas. Bu varikoz kasalligi bo'lib, jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Varikozni oddiy charchoqdan farqlash uchun qanday dastlabki belgilarni bilish kerak? Varikozni oddiy charchoqdan ajratadigan belgilar. Kechga borib oyoqlardagi shish, ertalabga borib qaytadi. Keyin oyoqlarni uqalanganda, bosilganda yengillik hissi beradi. Yoki oyoqlaringizni yotgan holda teparoqqa ko'targaningizda yengillik hissini sezasiz. Bu varikozga xos bo'lgan belgilar. Bu kasallik faqat ayollarda uchraydimi yoki erkaklar ham xavf ostidami? Varikoz kasalligi erkak yoki ayol deb tanlamaydi. Hammada bir xil bo'lishi mumkin. Chunki bu birinchi o'rinda bizning hayot tarzimizga bog'liq bo'lib, oyoqlarga bosim ko'p bo'lgan paytda erkaklarda ham, ayollarda ham bir xil rivojlanishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, varikozning har bir kasbda o'zining xavfi bor. Varikoz bu shunchaki oyoqdagi chiqib qolgan tomirlar emas. Bu hayotingizdagi jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasallik bo'lib, o'z vaqtida shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga ulashing va kanalimizga obuna bo'ling.